Rossiya Federatsiyasidan olingan qarz oliylarni undirish tizimi O'zbekiston orqali banklar yoki MUK orqali amalga oshirilyapti deydigan masala ko'p kelyapti. Qanaqa tartibda amalga oshirilyapti Sherzod aka? Prosta tak shunda o'zidan o'zi borib turib ras undirib yuborolmaydi, misol uchun kartasidan yechib ololmaydi. Yevropada agar qarz bo'lib qolsangiz, oddiy shtrafga tushsangiz, ketib borsangiz, sizga o'sha xat jo'natadi ular. Mana og'ayni qarzing bor, to'lab qo'y deydi. Agar to'lamasang deydi, biz senga viza bermaymiz qaytib. Rossiyadagi qarzing bor, to'lab qo'y degan xat kelsa, agar bu harakatlar noqonuniy, qonunga xilof hisoblanadi va bu harakatlarni ustidan bemalol shikoyat qilsa bo'ladi tegishli organlarga. Ko'pchilik nimaga o'rgangan, bundoq uzun qog'oz bo'ladi-da, oxiriga tushib turib bitta galchkan bosadi, assalomu alaykum deb bosaveradi. Agar realni, misol uchun qarzni to'lash imkoniyati bo'lmasa, qo'pol qilib aytganda, menda yo'q hech narsa, mana otib tasha deydi-yu, o'shanaqa holat bo'lsa, o'shanda haqiqatda u nevazratni dolg bo'lib qoladi, ya'ni qaytmaydigan qarz bo'lib qoladi. Shu bilan osilib turadi uni. Jinoiy javobgarlik yoki ma'muriy javobgarlik, yana qanaqadir qo'shimcha javobgarliklar bo'lmaydi. Ozodlikdan mahrum qilish degan bir nimalari yo'q, to'g'rimi? Umuman bu narsani вообще o'ylamasin, kim gap tarqatib turgan bo'lsa ham gapirmasin. Zalotaya korona jo'natgan bo'lsa, jo'nataveradi u. U любой, siz Ispaniyada bo'lsangiz ham o'sha yerga ham jo'nataveradi. Chunki o'zini ishini qilyapti. Olishidan oldin men qaytarmayman, короче, kidach qilaman Zalotaya korona deydigan fuqarolarimiz ham ko'p. O'sha fuqarolar mana bizni ko'rsa agar sizlarga murojaat, aqlinglar yetsa qarz olinglar.